Satulloh, Assalomu alaykum. Akam yaxshimisiz? Sanjon Islom. Xudoga shoshkalardan keldik aka. Antikvar narsalarni boshladik, xudo xolasa. Bag'iga qo'nning mashnaqa antikvar servantlar, stenkalar chiqadi. Asartment ko'p. Naryoqda ham ugoluylar, stenkalar, har xil narsalar bor. Aka, bundan bitta ko'rishadi, boshqa yo'q. Nima? Seryozni yo'q. Birima ana olardimda telefon qilishmay qo'yaverasizlar. Germaniyaniki, mana germanskiy. Bu mana qora marvarid degan stenka bu. Qora marvarid. O'zi ham rangi ham qora, o'zi ham yaltirashi ham ko'zda oladigan. Ichlari ham tiniq qolibdi. Ichlari ham toza. Qulupkadlari o'zining zavodiga ishlaydi. Buni yo'qolmasligi sababi har doim bitta kalit bo'ladi. O'shuning uchun yo'qotmasdan eshik ochish uchun foydalaniladi. Har birida narsa foydaxoni, tortmalari ana oxirigacha. Men katta ekan. Katta narsa. Birinchida narsam bor edi. Xo'p. Barlarni ham ishlarni ko'rsataylik. Ko'plab berib. Oho, ishlari. Aka, hamma yo'q radniy holatda turibdi. Chiqadi. Almashgan boshqa joyi yo'q. Boshqa mashinalar ham o'ziniki. O'ziniki. Hamma yo'q o'ziniki. O'zini radnoyi. Xo'sh, mana undan tortmalari, mana xuddi shunaqa qo'rqdi. Servantinichi. Hamma yo'q ko'rsatib o'ting aka. Vali bizni naqalay kendilar ishlingan joyi bo'lsa ham, uringan joyi bo'lsa ham bor edi. Boricha. Hali alda sotish bo'lmaydi bizda. Qatida nuqsoni bo'lsa, aytib deb. Xudo xolasa bunda men nuqson ko'rmadim. Ayb shilingan, qirilgan joy ko'rmadim. Faqat olib kelingda. Bunaqa ustida bunaqa mayda chilga pednochalari bor mana. Shu. Mana shuni ko'rdim. Boshqa joyda ayb nuqson yo'q, xudo xolasa. Qolgan hamma yo'q. O'bshi razmeri necha? Xo'p, razmeri aka. Uzunligi 4,5 metr. Boshidan 4,55. Aniq. 240 bo'yi. 240 bo'yi, o'rtasi ikkiga bo'linadi. O'rtasidan addenniy bo'ladi. Tevasi bitta chas, pasti bitta chas bo'ladi, addenniy bo'ladi. Uyga olib kelish muammo bo'lmaydi. Shpanerni antresoli addenniy chiqadi. Uyga shpanerda o'zini butun joy kirib ketaveradi. Xo'p. Bu shpaner ham addenniy ekan. Shpaner addenniy, servant addenniy, final addenniy. Bu bireshi, ikkeshi. Buni keyin mabodo joyiga sig'may qolsa, 4 metrlikka moslab qo'ysa ham bo'ladi. 3 metrlikka moslab, 3,5 metrlik uyga moslab qo'ysa bo'ladi. Mana knijnisini olib qo'ysa 3,5 metr bo'ladi bari. Knijningni olib qo'ysa. Xo'p, ani bitta 50 santimetrni olib qo'ysa 4 metrlik uyga tushadi. Mashturishda 5 metrlik uyga qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, keyin bir narsani aytib o'taylik aka. Mana bodiy bo'yicha dastavkasi bor. Ustanovkasini qilib bera olmaymiz. Ustanovkasiga bolalar borib qolib vaqtiga ham men pul sanayapman-da. Hozir bolalar o'zim bormayapman. Bolalar. Ishim ko'payib ketdi. Bolalarga aytayapman, borib qolib ketganiga ham men pul sanayapman-da. Ashinisi minus bo'lib ketib qolyapti. Men iloji boricha yo'lchilarni ozroq aytaman. Keyin olib tashlashgandan keyin men mashincha vaqt bo'lib qolib ketdim, unnat berdim deb mendan ko'p pul olishyapti. O'shini hisobiga borib eshiklarni tagiga tushirib berishadi. Bu qo'yib olish muammo emas. Shuni yomon qo'yib qo'yiladi, bir-biriga qatraydigan joyi yo'q, boshqa joyi yo'q. Lekin mayda-chuda narsani ham, masalan, shifanerni ham nima olib borsa olib kelib qo'yib berasan deyishyapti ekan. Faqat shopirlar olib borib beradi xolos, ustanovka qilib bermaydi. Narxi necha pul? Xo'p, narxi aka 3,5 million vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. Vodiy bo'yicha dastavkasi ichida 3,5 million. 3,5 million so'm. Keyin qayda bunaqasi kelishi amri mahol. Qiyin masala. Qora marvarid bir dona. Bor bunaqa stenkalarim. Belorussiya, Germaniya boshqachalari yo'q. Bunaqa marvariddan bitta xolos. O'shuning uchun birinchi Toshkentdan kelib shuni olib chiqdimki, bir
odamlar lov aytsin bizimda aka. Ha. Xo'p, keyingi ishga o'taylik. Keyingisi mana. Xo'p, o'zimizda rossiyskiy shifoner o'rtasi o'ynaylik. Ya'ni tortmasi, pulgalar bunaqasi esimdan chiqib qolibdi ekan, olib chiqmabdi. Ayb yana o'zimdan o'tadi. Nima, kecha ochib ham ko'rmayapman. Pulgarlarni yangilab berganman. Ikkita tortmasi, o'xlig'i bor. Qo'shib jo'natib yuboraman. Aha. Hali muammo bo'lmaydi. Buni razmeri necha endi? Razmeri eni 1.30, bo'yi 1.90. Bo'yi baland, oyog'i temir bo'ladi, duraliment. Holati zo'r, qirilgan nuqson joyi yo'q bunda. Xo'p, narxi necha? O'yinlar o'zi bilan. Xo'p, narxi xo'p 600 ming qilib beray aka obunachilar. 600 ming so'm. 600 mingga. Aha. Xo'p, keyingisi Yo'rkamiz. O'zimizni Andijonniki, MDFdan materiali 3 ga bo'linadi. Отдельно bo'ladi. Uyga olib kirish muammo bo'lmaydi. Ha. O'zim hali aytib o'taman. Uyga olib kirib qo'yib beradigan narsami? O'zim ustanovkasini qilib beraman deb aytib o'taman. Qolgan hammasi eshiging tagiga tushirib beriladi. Ha. Shopirlar olib borib tushirib beradi shu. Xo'p, razmeri 3 metr, bo'yi 2,5 metr, narxiga keladigan bo'lsa ekan. Xo'p. 1,700,000 vodiy bo'yicha dastavkasi bor. 1,700 ga dastavkasi. Ha, o'z dastavkasi yo'q, 1,700,000 deyapti o'zim. Ha. Vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman 1,700,000. 1,700 ga. Narxlar tushyapti. To'g'risalik ko'zimga yoqmay qolyapti borgan sari. Yangi narsalar. Ha, yangi narsalar kelib joy bo'shatishim kerak aka. Parta stullarimiz 3 dona qoldi. Ha. O 350 mingdan beramiz. Kimga qiziq bo'lsa. Komplekt. Ikkita nafasi. Xo'p, shifanellar. Xo'p, ichida shilkasi bor. 3 ta tortmasi, 3 ta polkasi bor. Quluplardan yangi qo'yib berganman. Uni takvalojni ishlaydi. Holati burilmagan, etmagan. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsa, eni 1,5 metr, bo'yi 1,77 adashmasam. 78. 1,78 bo'yi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa aka 700 ming qilib beradi obunachilarga. 700 ming so'm yaxshi, tiniq qoladi, joma. Xo'p, keyingisi. Mana. O'sha rossiyskiy bu ham. Boshqa mashinalarni yangilab berganman. 3 ta polkasi, 2 ta tortmasi bor. Qayerga narsa joylasa bo'laveradi. Mana yerda shilkachalari bor. Chachiqqa. Xo'p, bu ham urinmagan, netmagan. Faqat buni mana buni yaqinlashtirib berasiz. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta joyida petnochasi bor. Shu ayb nuqsoni asha bunda. Xo'p, buni ham razmeri 1,5 metr, bo'yi 1,75. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, xo'p, buni ham 700 mingga beraman. Buni ham 700 ming so'm. Keyingi joyga o'taylik, atgan narsalar seroq. Xo'p, bu yerda aka galoylar ekan, bunda. Yangiliklari xili bor. Galoylarimiz hammasi spanli bo'ladi. Ha. Hali podkazda baribir spanli bo'lmaydigan reklama qildik. Ha. Undan emas. Hammasi spanli bo'ladigan. Xo'p. Xudo xolos holati urinib netib ketmagan. Hamma yo'q video qilib bering aka, chiroyli qilib. Mana shu spanli bo'ladi. O'rtasidan chiqadi. Ha, hozir ana bittasini ko'rsataman, hammasi bir xil shunaqa spanli bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa aka. Ikkita pufigi, to'rttali ugoloy, 2,5 million qilib beramiz. Xoni 400 ming so'm yangi. Mabodo xonsiz ham beraveramiz, xon bilan ham beraveramiz. Xonini bunga olib ham beraveramiz. Hammasini o'rtaga xon qo'yib chiqmaganim. Hali kelishaveramiz. Bexon ham, xonli ham kelishaveramiz. O'zi xoni 400 ming so'm yangi. Boshqa xillari ham bor, ranglarini tanlashaveradi. Men rasmlarni tashlab beraman, kim olmoqchi bo'lsa. Xo'p. Razmeriga keladigan bo'lsa aka, 3,5 metr uzuni, 220 eni. 3,5 metr. Mana uni Ispaniya bo'lgan xona hisobiga kattaroq. Kattaroq bo'ladi. Ikkita pufigi 2,5 million so'm. Faqat bo'ladigan xonlarni aytyapman. Bo'ladi, oxirgi narx. Oxirgi narx. Stollarni ham oxirgi narx 400 ming sotishyapti. Xo'p. Mana shu ugologimiz xuddi shunaqa bu ham. Mana Ispaniya bo'lgan xususiyat mana aka.
bo'ladi. Faqat Farg'ona ichi dastavkasini qilib beralaman. Farg'ona ichi Ha. Xudo xohlasa. Hamma yo'qdi, men butun vodiy bo'yicha dastavka qilib bera olmayman. O'shani aytib o'taylik, klientlarimiz hamma yo'qdi vodiy bo'yicha qilib beradi deyishyapti. Faqat aytilgan mebellarda. Bemalol mana shu holatda 2 kishi Ispaniya qilib yotsa bo'laveradi. 2 ta yostig'i bor, 2 ta pufigi bor, Ispaniya bo'lgan holati. Narxni iloji boricha arzon qo'yyapman aka. Oxirgi narx. Oxirgina. Bu ham radniy o'zini materialida ozroq ishlatilgan. Rabochiy narsa. Bu ham razmeri 3,5 metr uzuni, 220 eni. Xo'p, narxi 2,5 million. Xolos stol bilan jo'natamiz, xolos stolsiz jo'natamiz. Stol bilan 400 ming qo'shiladi shunda. Stol bilan 400 ming qo'shiladi, 2 million 900 mingga aylanadi o'shanda. Aha. Xo'p, xudo xolos holati uringan, yetilgan joyi yo'q. Mana yog'ochlari sasna yog'och bo'ladi. Yaxshi holatda. Keyingisi o'taylik. Bu Toshkentning original narsasi aka. Aha. Xo'p. Buni razmeriga keladigan bo'lsa, mana bu ham Ispaniya bo'ladi. Bu kattaroq Ispaniya bo'ladi. Uzunligi. Xo'p. Mashturishi adashmasam 2,5 metr. Aha. O'lchaganim yo'q edi ochiq aka. Bag'i 270 bo'ladi. Mana kreslosi addenni. Beri tarafga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. O'rtasiga xon qo'yib turib, mana ikki kreslosini qo'yib qo'ysa ham juda qulay bo'ladi. Bunda stul bo'lmaydi, pufi bo'lmaydi. Ha, bunda pufi bo'lmaydi. 270 ekan akalar. 270. Uzuni 270, bag'i 3 metrga boradi. Bering. Kreslo bilan o'lchaydi. Necha ekan ash turishi? 320. 310 ekan, aniq. Xo'p. Baqa olib kelsa ham bo'laveradi, beri yoqqa olib kelsa ham bo'laveradi. Bu Toshkentning original narsasi. Materiallar radni turibdi. Bo'lsa obunachilarga bo'lsin aka. Narxini Buni ham 2,5 million qo'yib yuboraylik. Bu ham 2,5 million. 2,5 million pattalatib tashlaylik aka. Bo'lsa bir obunachilarga bo'lsin. Xo'p. Mana TNT divanamiz bor. Xo'p, bu o'zimiz Andijonda ishlab chiqarilgan 3 ta yostiqli. Mashturishida bitta odam yotib qo'yaveradi mana. Ha, shu holatda. Assalomu alaykum. Mash holatda bitta odam yotib qo'yaveradi. Havoda 2 kishilik Ispaniya qilaman desa, yostiqlar zarb bo'lmasa, ichida ishlab qo'yaveradi. Sondig'i bor. Faqat ichida chang hali narsalarni tozalab ulgurmadik. Hali 8 bo'lgan yo'q hali soatimiz. Razmeriga keladigan bo'lsa, 1,5 metr eni, 2 metr bo'yi, tashqaridan hisoblang ichi 2 metr, yotadigan joyidan hisoblang. Yotadigan joyining o'zi 2 metr, tashqari 2,30. Aha. Bu ham holati yangiday turibdi, faqat ichi chang. Ko'tarib bering. Mana ishlashlari oson. Qaygan sondiq ekanda. Tagi sondiq, o'zini oyoqlari g'ildiraklari bor, bemalol qilinaveradi. Hali sirasi telefon qilib ulgib qolsin degan joyi keldi aka. Bugun hamma yo'q. Arzon bo'lib ketdi. Arzon bo'lib ketdi. Bunaqalar ham kam chiqadi. Kam chiqadi bunaqasidan ham. Xo'p, buni aka narxini 1,5 million qilib beradi obunachilarga bo'lsa. 1,5 million so'm. Shifanerimiz bor, rossiyskiy. Rossiyskiy shifaner. Shifanerni arzonrog'ini so'raganlarga bu. Mana. Aha. 3 ta polkasi bor, bitta o'xlig'i bor. Orqa devlarni yangi qoqib qo'yganman. Xo'p, oshxonalar yangilab qo'yganman. Eng qizig'i oyog'i splashnoy. Yerga bitta tegib turadi, chang-pang kirmaydi ichiga. Xo'p, mana yuzini ko'rsatib o'tayim. Mayda juda qirilgan, chizilgan joy bo'ladi bar rossiyskiyda. Kattana shilingan, o'pirilgan joylar yo'q-ku. Xo'p, razmeri necha bo'ladi? Xo'p, razmeri 1,30, bo'yi 1,70, 75 bo'lsa kerak adashmasam. 75 chiqadi. Narxini aka 550 ming qilib beray. Oxirgi narxi. Arzonlab ketdi narxlarni. Mana. Qilaverasizlar. Xo'p, oshxona mebeli. Xo'p, ko'hna mebelimiz. Bu devorga ilinadi. Mana o'zi ilinadigan joylari ham turibdi. Bemalol uni tortmas aka. Xo'p, mana katta narsalarga ba'zan polkasi bor. Bemalol foydalan. Ustilar salishnisa. Xo'sh, razmeri 80 sm. Bo'yi qancha xohlasa o'shunga ilib olinaveradi. Narxi 450 ming so'm aka. 450 ming so'm. Mana ular ishmagan, xudo xohlasa. Hech qat ishmaydi. Bu stalishnisa ancha-muncha narsaga ishmaydi. Aha. Ishsima bo'lmaydi bu stalishnissasi.
sinovdan o'tgan edi. Yo'lkalarimiz qopdi orada aka. Xon taxtamiz. Germaniyaniki 70. Germaniyaniki ekan, 70-yil. Necha pul qilib beramiz suhbat aka? Buni 250 ming qilib beramiz. Ana. Bo'lsa, obunachilarga. Germanniki Bolgariyada qatiydi. Splashnoy ножка. Производитель Germaniya 70-yilda o'rtalari shunaqa chiqqan bular. Xo'p, ko'rganmiz aka. Xo'p. Go'rka Xitoy go'rkamini? Ha. Xitoy ko'rganmiz, mana shu ko'toqli qilib qoldi. Bugun tushirib yuboramiz, xudo xolasa. Xo'p, aka. Razmeriga keladigan bo'lsa 230, bo'yi 240. Xo'p, buni dastavka ustanovkasi bor shuni. Mana shuniki bor, Ustanovkasi ham bor, dastavka ustanovka. Vodiy bo'yicha eng qizig'i buni. Aha. Vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi aka. Xo'p, bo'lsa-na 2600 ming berasiz. 2600 ming so'm. 2600 ming so'mga Xitoy go'rka dastavka ustanovkalari bilan kashfalovniy. Xo'p, razmerlarni aytdik. Kamota, xuddi shuni o'zini kamota. Billa xolasi billa qo'shib bersa, ham juda zo'r bo'ladi, chiroyli bo'ladi. Bu televizor tagiga qo'ygani, o'zi katta televizor ilib berishadi, tagiga shuni qo'yiladi o'zi, kamot. Aha. Xo'p, mana ichlari, tortmalari bor. Mana svetlari yonadi haligini. Aha. Xo'p. Va xolasi bunda ham ayb nuqson yo'q. Yangidek turibdi. Faqat bitta chang, bir qozon changdan artib olsa bo'ldi. Xo'p, razmeri 2 metr. Bo'yi 90 sm, eni 60 sm. Xo'sh. Narxini aka 1.400 ming berasiz. 1.400 ming so'm. Obunachilar bo'lsa. Xo'p, xudo xolasi narsalarimiz hammasini obzor qilib bo'ldik. Bemalol telefon qilib, mana yoqqa jo'natib yuboring desa, yo'l kirasini kelishgan holatda iloji boricha arzon qilib jo'natib yuboriladi. Kelishadigan hollarda xudo xolasa. Keyin barterga ham kelishilaveradi. Mabodo sotmoqchi bo'lgan odam to'g'ridan-to'g'ri Telegramga, WhatsAppga yozaversin. Shu nomer Telegram, WhatsApp nomerda bor. Telegram bor, 6969 da. Telegramda shuni telefon qilmasdan prямо jo'nataverasiz. Ya'ni o'sha rasmni tashlasa, eski narsa olmoqchi bo'lsa, sotmoqchi bo'lsa, o'zlarining narsalarini bemalol sraz yozishaversin. Aha. Olinaveradi.